Assalomu alaykum maktabdagi qarindoshlar. Endi shu savol mening oldingi kuni qilgan so'zimga qarata so'ralgan savolki, davlatning dini bo'lmaydi deb. Endi Qur'on Allohning kitobi. Koinotni, maxluqotni, mavjudotni yaratgan Allohning vahiysi deb iymon keltiramiz. Biz iymon keltirganlar, ya'ni Qur'onga ishonganlar, Qur'on qiyomatgacha insoniyat dunyosiga yetakchi bo'ladigan, insonlik o'rgatadigan kitob deb iymon keltiramiz. Shuning bilan birga Qur'on o'z ichida aql ishlatishga, tafakkur qilishga, izlanishga bek ko'p tashabbus qiladi. Aqlni ishlatmaganlarning, tafakkur qilmaganlarning, izlanmaganlarning ustiga maynachilik yog'adiganligi, uning ustiga peslik yog'adiganligi to'g'riliq oyatlar bor. Shuning uchun mana shunday izlanishimiz, o'zaro fikr almashtirishimiz, bir-birimizdan so'rashimiz bek yaxshi ish. Endi bu masalani mana shunday so'rasak, boshqalar diniy talash-tortish qilishyotidi deb boshqa yoqqa so'rab akitib, o'zining ojizligini e'tirof qilmasdan, savolga to'liq javob bermay, javob beramiz, men bu jihat iqtidorim yetmaydi ekan, biladiganlar javob bersin demasdan, diniy talash-tortish qilmanglar deb, o'sha dinni so'zlaydigan odamlar diniy talash-tortish qilmanglar deb yozimlarni yozyapti hozir. Yozyapti. Endi din bilan e'tiqod ikkisi ikki narsa. Shuning uchun Alloh Qur'onda sizlarga bu islomni din qilib tanladim dedi. İslamni din qilib tanladim dedi. İslam nima desa, tinchlik, barobarlik, xotirjamlik. Qur'onning bir davlatchilik, bütün payg'ambarlarning ib kelgan narsasiga toza qarasak, samoviy kitoblarning hammasiga qarasak, oxir kitob shu Qur'onga qarasak va payg'ambarlarning maqsad muddaolariga, da'vatlariga, ilib berayotgan tashviqotlarga hammasiga tarixlarini o'qisak, nazar solsak, boshqalarga izlanib ketmasakmi, shu Qur'onni o'qisak-chi desa, bütün payg'ambarlarning nimani ib kelganligini, nimani insoniyat dunyosiga din qilib tanlaganligini shuningdan tonib yetalaydi ekanmiz. Bu mening bir qarashim nima qarindoshlar. Yana izlanib, chunqur o'zining fikrini bayon qilganlar qilsa bo'ladi. Shuning uchun bu islomni sizlarga din qilib tanladim debdi Qur'onda. E'tiqod bu ayrim narsaga. Bizga din qilib tanlagan narsa insoniyat dunyosiga nimaki Allohning desa, tinchlik, barobarlik, xotirjamlik. Xotirjamlik. Hech kimning diniy e'tiqodiga aralashmagan, hech kim din sabablik urush jidal qilmagan va o'ltamaydigan va zo'rlamaydigan. Hamma odam o'zining diniy e'tiqodida qolaversa, bir tinch, barobar bir jamiyat barpo qilishni o'tirib qo'ydi ekan Qur'on. Shuning uchun e'tiqod bilan bizga islomni sizlarga din qilib tanladim degan narsani ayirib qarg'a vaqtimizda boshqalarning hammasining e'tiqodiga hurmat qilib jamiyatda adil bir qonunni chiqarib, hamma dindikilar, hech qanday dindikilar, boshqa urf-odatdikilar kamsitilmaydigan, ikkinchi, uchinchi sinf o'rni qo'yilmaydigan, hammasini mendek bo'lsa emas, hammamiz barobar rozi bo'lgan bir jamiyat barpo qilamiz deydigan mo'shundoq bir prinsipni, mo'shundoq bir davlatchilikni, mo'shundoq bir insonlikni o'ttirib qo'ygan Qur'on. Qo'ydi. Shuning uchun shu desa, ya'ni gapning beshiga kelsak, ash payg'ambarlarning hammasi shu islomni ib kelgan, shu tinchlikni, shu xotirjamlikni, shu barobarlikni ib kelgan. Hamma odamni birli dinga e'tiqod qilg'izish emas, ham insonlar o'zining e'tiqodida turaversa. Lekin koinotning, maxluqotning, mavjudotning yaratuvchisiga sherik keltirmay, pokiz bir e'tiqodda yashashni tashviq qilish bilan birga, agar unimisa, u o'zining e'tiqodida qolaversa, tinch bir jamiyat barpo qilishni Qur'on o'tirib qo'ydi ekan. Mana buning aytishi islom. Shuning uchun islomni sizlarga din qilib tanladim degani shu.
Mening tushuncham shu. Din qilib tanladim degani shu. Shuning uchun jamiyatda yuqorida deganimdek e'tiqod sabablik boshqalarni kamsitmay, hamma kishini menga o'xshash e'tiqod qilsa demay, ularni o'zining e'tiqodiga qo'yib qo'yib, Alloh oladigan hisobni Allohga qo'yib o'tib, insonning qulluqidan chiqarib, Allohning qulluqiga taslim qilamiz. Allohning qulluqiga taslim qilish degan nima desa, Alloh oladigan hisobga aralashmasdan jamiyatda bir qonunni chiqarib, shu qonun oldida barobar yashaymiz degan narsani islom deydi ekanmiz. İslam deydi ekanmiz. Biz buni e'tiqod bilan islomni aralashtirib olib cho desa, davlatni e'tiqod asosiga quraman degan vaqtimizda cho desa, boshqalarning e'tiqodi biz bilan o'xshamagandan keyin boshqalarni zo'rlashga to'g'ri keladi ekan, majburlashga to'g'ri keladi ekan. Shuning uchun yig'ib aytganda, ochiqroq qilib aytganda, davlat e'tiqod asosiga qurilmaydi ekan. E'tiqod asosi qurilmaydi ekan, birli e'tiqod asosi qurilmaydi ekan. Hamma odamning e'tiqodini o'z mayliga qo'yib o'tib, hammasi rozi bo'ladigan bir tinch bir jamiyat barpo qilib, qonun chiqarib, shu qonunning ostida yashashni islom deydi ekanmiz. Mening tushuncham shu.